Hammaga 1-2 yildan beri shu trek svetlar moda bo'lyapti. Sizlarga uстановка qilishni ko'rsataman. Shu yerga 2,5 metrlik biz profil tashlaganmiz. O'zi standart 2,5 metr bo'ladi. Bu svetlarda lampochkadan ham oson almashtirib qo'yish, ikki chekkasida knopka bo'ladi, essilar chiqadi bu. Ya'ni shuni kirgizib ko'rasizlar. Birinchi etaj holga ham shunday to'rtburchakli shaklda qilganmiz. Buni to'rtburchakli qilaman desanglar, bu chekkalarni bolgarkada shu 45 qilib kesib olasizlar. O'zini kabeli bo'ladi, shu burchakdek соединитель tok bo'ladi. Kirgizib qo'ysanglar, relesiga tushib qoladi. Bu hammasi magnitli svetlar. Relesni mana kursog'ini sizlarga ko'rsataman. Qanday uстановка qilishlaydi. Bunga tok bo'ladi, ikkita relesi shu bo'ladi. O'rtasiga shurupka tegdi. Gipsokardonning shurupi. Birinchi karkas tok bossanglar, to'rtburchakli qilib, keyin buni yopishtirib qo'yasizlar shu karkasga. Moyitgach, samorez uriladi. Shunaqa oson uстановка qilishlik. Shunday shaklda chiqdi. Birinchi etaj bu holimiz. Mana keyinlariga yana kirgizib qo'ysanglar bo'laveradi mana bu svetlardan. Mayli, salomat bo'lasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, sog'ayib qolasizlar.